Estetic Lab klinikasini Google'da topdim. Plastik operatsiyadan keyin осложнениyaga duch keldim. Fibroz boshlandi va shu narsani to'xtatishga Kamali Vahidnadan iltimos qilib kelganman. Taxminan где-то 1-2 haftalardan keyin уже juda ham ko'p paketlar ochib tashlaganman. Bu sochga, yuzga, apparatniy protsedura kelganimdan keyin yuzim bilan muammolari hal qilishni boshlaganimizdan keyin o'zi nimalar oldim yuzimga? Постоянно чистка olaman sovg'a sifatida 10 ta protsedura berishdi. Harmony, да, это получается тоже аппаратная процедура. Har xil pora sужающий va shunga o'xshagan подтягивающий effektlar bo'ldi. Hammasidan juda ham xursandman. Taxminan уже men 4-oy lecheniyam davom etyapti. No, asosiy aytadigan narsam, men o'zi gnyozna alopetsiya bilan juda ham qiynalganman. Mana MPR Estetic Labda уже 3-oy lecheniya olaman. Hozir yana 3 oy lecheniya olaman. Bu o'zimni xohishim bilan bo'ldi. Yangi achaklar yo'q, soch o'syapti. То есть o'zimni sochimni qalinligi, yaltirashi hammasi qaytdi. Конечно, men bu narsadan asosan doktorimga Kamali Vahidovnaga juda ham katta minnatdorchilik bildirmoqchiman. Natija shu puliga arzigulik bo'ldi. Поэтому bemalol pul to'plab keling, yuzga, sochga eng zo'r anaqalar aynan shu yerda.